Keyingi shart muqim, ya'ni hazarda bo'lsin, musofir bo'lmasin, safarda bo'lmasin degan narsa. E'tibor beringlar birodarlar, safarda bo'lmasin deganda biz o'zimizning oramizdagi safarni nazarda tutmaylik. Urfdagi safar emas, balki shariatimizga ko'ra e'tiborga olingan safardir. O'sha namozni qasr qilib o'qiydigan safardir. Mana shu safar shar'iy safar. Nega endi muqimga vojib ekan? Chunki Ali roziyallohu anhu marhamat qiladilarki, laysa ala musafirin jum'atun va la udhiyatun. Musofirga juma namozi ham, qurbonlik so'yish ham vojib emas deganlar. 4-chi shartimiz musirin. Shu haqida aytishadiki, lianna al-ibadatu la tajibu illa ala al-qodiri. Chunki ibodat qodir bo'lgan kishigagina vojib bo'ladi. Ibodat qodir bo'lgandan tashqaridagiga, qodir bo'lgandan boshqasiga vojib bo'lmaydi. Mana shu dalildir. Xo'p, qodir bo'lgan kim? Va huval g'aniyyu dunal faqir. U boy bo'lgan insondir. Kambag'al qodir hisoblanmaydi. Kambag'al bu imkoniyatga ega bo'lmaydi. Endi boyligini qayerdan bilamiz? Shu haqida aytishyaptiki, miqdaruhu ma tajibu fihi sadaqatul fitri. Miqdori fitr sadaqasi vojib bo'ladigan miqdordir, nisobdir. Esingizda bo'lsa, zakot haqida to'xtalinganda, zakotda 85 gram oltin yoki 612 gram kumush. Mana shu nisob miqdori edi. Insonning zaruratidan tashqarida bo'lgan yoki tijoratida bo'lgan yoki ayollarimizning tilla taqinchoqlarini qo'shganda mana shuncha miqdorga teng keladigan pul moliki bo'lsa, unga zakot vojib bo'lar edi. Lekin sadaqa fitrda bo'lsa undoq emas edi. Sadaqa fitrda ehtiyojidan tashqaridagi hamma narsani qo'shsa, nisobga yetadigan bo'lsa, ana o'sha kishi sadaqa fitr berishi vojib. Bu yerda xuddi o'sha nisob nazarda tutiladi. Sadaqa fitr nisobi nazarda tutiladi. Bundan oldingi birinchi raqamli hoshiyada ham shunga ishora qilindi. Bu nima degani? O'zining asli ehtiyoji. Ularga nimalar kiradi? Uchtagina kiyimi, yashayotgan uyi va minayotgan ulovi, zavod fabrika bo'lsa, u yerdagi uskunalar, shunga o'xshagan narsalar uning asli ehtiyojiga kiradi. Bundan tashqaridagilar, masalan, uydagi ortiqcha ishlatilmaydigan idish-tovoqlar yoki ayollarning taqinchoqlari yoki gilamlar ishlatilmayapti, yig'ib qo'yilgan yoki sarpo uchun olib qo'yilgan yoki boshqa narsalar uchun olib qo'yilgan ortiqcha narsalar, pulni band qilish uchun olib qo'yilgan uy yoki yer va hokazolar. Shular ham hisobga kiradi. Zakotda kirmagan, ehtiyojdan tashqarida, lekin zakot hisoblanmasa ham, lekin fitr sadaqasining hisobida, xuddi shundoq qurbonlikda zakotga kirmasa ham, lekin tashqarida hisoblangan, tashqarida bo'lgan narsalar nisobga kiradi va u inson qurbonlik so'yishi vojib bo'ladi. Qurbonligim tolibi ilm uchun. Siz bir dona qurbon hissangizni ehson qilasiz. Biz esa uni qanchadan qancha toliba ilmlarga yetkazamiz. Talabalar, qorilar, yosh olimlar doimo haqqingizda duodadirlar. Siz yuborasiz, ular esa jimgina duo qiladilar. Ya Robbim, ushbu ehson egasini mag'firat aylagin, jannating bilan mukofotlagin, farzandlarini qori qilgin.